Assalomu alaykum, hurmatli bizni kuzatuvchilar. Sizlar bilan doktor Ilhomjon. Bugun stenokardiya xurujlarida bemorlarga birinchi yordam ko'rsatish maqsadida ishlatiladigan nitroglitserin tabletkalari hamda spreylar bilan bir qatorda hozirgi kundagi zamonaviy nitroglitserin plasterlar haqida ma'lumot berib o'tamiz. Nitroglitserin plasterlari ishlatish uchun juda ham qulay bo'lib, 0,6 milligram tarkibli chiqadi hamda stenokardiya xurujlarida yoki miokard infarktlarining dastlabki bosqichlarida og'riqlarni kamaytirish maqsadida terining tuksiz sohasiga joylashtiriladi. Plasterlarni ishlatilish ketma-ketligi. Dastavval biz plasterlarni demak paketchadan ochib olamiz. Undan so'ng ehtiyotkorlik bilan uning yopishtiriladigan qismini ajratib olamiz. Ehtiyot bo'lishimiz kerak, yopishadigan qismiga qo'limiz tegib ketmasligini ta'minlashimiz kerak bo'ladi. Hamda ko'chirib olganimizdan so'ng qog'ozini tananing tuksiz qismiga yopishtiriladi. Nitroglitserin plasterlari yopishtirilgan zahotiyoq ta'sirini ko'rsatishni boshlaydi va bu ta'sir 12 soatdan 14 soatgacha davom etadi. Agar 24 soat ichida qayta qo'llaniladigan bo'lsa, shifokor ko'rsatmasiga binoan yana qaytadan boshqa yopishtirsa bo'ladi. Bu plasterlarni muzlatish mumkin emas, xona haroratida 20-25 gradusda saqlashimiz mumkin bo'ladi. Videomiz sizlar uchun manfaatli bo'lgan bo'lsa, podpisatsiya hamda like tugmalarini bosib qo'yishni unutmang.